faqat qaynona oyijoningizni xursand qilib yuraverasizmi? Erga tegib o'zingiz zoningizni esdan chiqarib yubordingizmi deganlar uchun. Yo. Men Samarqand oyijonni xursand qilgan bo'lsam, Toshkentga kelishim bilan o'zim onamni ham xursand qilishga keldim. Yuring oyijon. Xullas o'rtoqlar, ona rozi xudo rozi deb Toshkentga kelishim bilan onamlarni 5 yillik tajribaga ega kosmetolog Sadoda oldilariga olib keldi. Onam yuzlarini yaxshilab ko'rdi, tekshirdilar, nima kerak emasligini aniqlab, keyin ishlarni boshlab yubordilar. Oradan men ham gapga qo'shilib turdim. Siz menga nima dedingiz? To'yimdan 2 hafta oldin to'ying kuni yig'lamayman. Kulib chiqadi boraman sani qutulganimga shukr qilib dedilar. Hammadan ko'p yig'ladingiz-ku. Lobar opa, chakkimi bu? Yo'q, chakki emas ekan. Oyman yuzlariga ishlatardilar-a? Nima bu? Bu muzlatuvchi kremimiz. Uning yordamida terini muzlatib olamiz, epidermis qavatini muzlatib tayyorlayapmiz hozir keyingi protseduramizga. Keyin onam oynaga qaraganlarida bu dunyoda eng go'zali kim desam, siz deb javob beradigan bo'lar-a? Hazil-huzul qilib kosmetolog opamizdan barcha ma'lumotlarni yig'ib oldim o'rtoqlar. Оказывается, Sadoda opa barcha estetik hamda inyektsion protseduralarni amalga oshirar ekanlar. Operatsion amaliyotlar qilmas ekanlar. Shuning uchun siz bemalol kelib ularga yuzingizga ishonib topshirsangiz bo'ladi. Onamning yuzlarini ko'rib, to'g'risini aytsam, meni ham havasim kelib ketdi. Hattoki o'zimga oynaga qaradim-da, nahotki onam mendan chiroyli ketyaptilar deb borada hasad ham qilib qo'ydim. Ha, mayli, bo'lsa onamga bo'lsin deb yaxshilab tepalarni tomosha qilib turdim. Orada o'zimga ham konsultatsiya oldim, nima kerak emasligini. Keyin mana bu narsa onam yuzlaridan olganlaridan keyin yaxshilab massaj qilib qo'ydilar. To'g'risini aytaman, onam yuzlari yengi choqalodek bo'lib qoldi. Oynaga qarasam, onam mendan ham go'zallashib ketibdilar. Sizga yoqdimi? Ha, yoqdi. Birdaniya bilindi. Effekti juda ham chiroyli yoqdi. Nafaqat onamga, menga ham yoqdi. Shu joyda onam baraka topqizim deb meni yaxshilab quchoqlab o'pib qo'ydilar. Xullas qizlarjonlar, sizlar ham menga o'xshab ikkala oyijoninglarni ham xursand qilinglar. Aytgancha ko'proq kimga o'xshayman? Onamgami, oyijongami? Yozib qoldiringlar.